Mamlakatimizda hujjatsiz yer uchastkalarini qonuniylashtirish bo'yicha belgilangan reja asosida xatlov va huquqlarni e'tirof etish ishlari davom etmoqda. Mazkur tadbirlar Toshkent tumanining bir necha mahallalarida olib borilyapti. Ayniqsa, o'zboshimchalik bilan egallangan yer uchastkalariga oid amalga oshirilayotgan bunday sa'y-harakatlar belgilangan qonun doirasida bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda desak, mubolag'a bo'lmaydi. Hozirgi kunda ikkita bosqichdan iborat ishlar amalga oshirilyapti. Dastlabki bosqichimizni ko'rib turganingizdek, xodimlarimiz joyiga chiqqan holda mulk huquqini e'tirof etish bo'yicha xonadonga tashrif buyurib, u yerda abriz hujjatlarini shakllantiriladi va joyida o'sha belgilangan tartib bo'yicha fuqaro bilan o'sha hujjatlarni ko'rib, qanday kamchiliklari bor, qo'shimcha yer egallanganmi, yo'qmi, qaysi mulklariga nisbatan hali huquq mavjud emas, o'sha holatlarni abriz hujjatlariga tushirgan holda va ikkinchi bosqichimizda kamerali ishimiz, ya'ni axborot tizimiga uni kiritish va o'sha kerakli ma'lumotlarni yuklab, tegishli tartibda Xalq deputatlar kengash, viloyat kengashiga yuboriladi va u yerdan qaror chiqiladi. O'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan bino va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish bilan bog'liq qonun hujjatlari yuzasidan tashkil etilayotgan bunday xatlov ishlari aholi orasida ham qulaylik yaratilib, ayni paytda yurtimiz miqyosida ham ushbu ishlar yuzasidan 5000 ga yaqin soha vakillari jalb etilganligi aytilmoqda. Chunki aksariyat hollarda kadastr hujjatlari mavjud bo'lib, ortiqcha egallangan hudud kadastr agentligi ma'lumotlar bazasida mavjud bo'lmasligi mumkin. Bunday holatlar aniqlanganda hududda yalpi xatlov ishlari shu sayil tashkil etiladi.